Assalomu alaykum kichik do'stlar. Parvoz klubidan hammanglarga o'tliq salom. Bugun sizlar bilan ham bahrilanmoqchi bo'lgan kitobimiz Bir fikr bilan nima qila olaysan. Avtori Kobi Yamada. Tarjima qiluvchi Oltin Tarim. Bir kuni aqlimga bir fikr keldi. Qayerdan keldi? Nima uchun bu yerda? Bir fikr bilan nima qilg'ili bo'ladi deganlarni o'yladim. Dastlabda aqlimga bu vaqtda hech narsa kelmadi. Biroz ojiz va g'alit tuyuldi. Uning bilan nima qilishni bilolmadim. Bu sababdan uningdan uzoqlashdim. U menga mansub emasdek muomala qildi. Biroq u menga agishib oldi. Boshqalar qandoq o'ylab qolar deb ansiradim. İnsanlar bu fikrim haqida nima der? Fikrimni hech kimga tinmadim. Qalbimning pinhon yerida saqladim. Fikrim haqida boshqalarga og'iz ochmadim. Ular bilan hech ish yuz bermagandek muomala qilishga tirishdim. Ammo fikrimda sehrli bir narsa bor edi. U atrofimda turganda o'zimni tiximi yaxshi his qilganligim va tiximi xushal bo'lganligimni e'tirof qilishim kerak edi. U birga o'ynashimni orzu qiladi. Tiximi ko'p ko'ngil bo'lishga ehtiyojliq edi. Vaqtning o'tishiga agishib, u o'sib cho'ng bo'ldi va biz do'st bo'lishga boshladik. Boshqalarning fikrim haqida nima deyishini ansirsammi, uni ularga ko'rsatdim. Ammo ularning masxara qilib kulishidan, ahmoqona deyishidan andish qildim. Ularning ko'pinchisi shunday qildi. Yaxshi fikr emas, bakla g'alita deyishdi. Ular yana u vaqt surab qiladi va uningdan aslo hech narsa chiqmaydi dedi. Dastlabda ularga ishondim. Fikrimdan voz kechishni o'yladim. Ularning gapini anglashga tasla qoldim. Biroq keyin tushundim. Haqiqatan ular nimani biladi? Bu mening fikrim deb o'yladim. Hech kim mening fikrimni mendek yaxshi tushunmaydi. Fikrim farqli bo'lsa, hech qisi yo'q. G'alita va hatto biroz asabiy bo'lsin mayli. Uni qo'g'dashga qaror berdim. Ko'ngil bo'lishga, holidan xabar olishga boshladim. Uning bilan birga tirishdim va uning bilan birga o'ynadim. Eng muhimi, eng ko'p zehnimni uning uchun ayirdim. Fikrim bargan sari cho'ng bo'lishga boshladi. Uningga bo'lgan mehrimmi ham. Uningga yulduzlarni ko'ralaydigan, usti ochiq va xotirjam xiyol so'ralaydigan bir uy yasab berdim. Uning bilan birga yashashni bak yaxshi ko'rib qilyotdim. U menga go'yo hamma ishni qila oladigandak tuyulmoqda edi. Fikrim meni taximi jonlantirib atgan edi. Meni cho'ng ishlarni o'ylashga, tiximi cho'ng ishlarni xiyol qilishga ilhomlantirdi. Men bilan sirdoshdi. Qo'llarimning ustida qandoq mingishimni ko'rsatdi. Ishlarni farqli nuqtadan ko'rishning yaxshi bir qobiliyat ekanligini dedi. Hamda hayotimni uningsiz tasavvur qila olmaydim. Bir kuni ajoyib, hayron qolarlik bir ish yuz berdi. Fikrim ko'z oldimda atrofga yeyildi. Qanot qoqdi, uchdi va ko'k osmonga o'rladi. Qandoq tasvirlashni bilolmadim. Biroq u endi faqat bu yerda emas, hamma yerda edi. Faqat mening bir parcham emas, hammamizning bir parchasiga aylangan edi. Keyin bir fikr bilan nima qila olaysan
degan savolning javobini tushungandek bo'ldim. Bir fikr bilan nima qilg'ili bo'ldi? To'g'ri, dunyoni o'zgartgili bo'ldi.